Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, hurmatli obunachilarimiz. Yana bir bor bugungi bir kunlik vlogimizga ham xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan Turkiyadagi yana bir kunlik ish jarayonimizni va ishlab chiqarish fabrikamizni va Turkiyada qilayotgan ishlarimni sizlarning e'tiborlaringizga havola qilaman. Sizlar bilan Rahmatilla Sharipov bo'ladi. Biz esa ketdik. Albatta bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'ling va like tugmasini bosishni unutmang. Bizni qo'llab-quvvatlaganlaringiz uchun, e'tiboringiz uchun rahmat. Mana biz bugungi Turkiyada yana bir fabrikada, mana shu bilasiz, havolandırma fabrikasida ishlayapmiz. O'shani yana bir kunlik vlogini sizlarning e'tiborlaringizga havola qilyapmiz. Mana ko'rib turibsizlar, mana shu elektron fortupcha bor. Mana shu elektron fortupchani o'zi ham 1 tonnagacha yuk ko'taradi. Mana shu sariq, mana shu ko'rib turgan mangiz elektronni tok bilan ishlaydi. Zaryadlanadi. Bitta zaryadka bilan ancha vaqt ishlaydi-yu, lekin eng qiziq tomoni mana shu fortupcha 1 tonnagacha bo'lgan yukni ko'tarib bera oladi. Undan tashqari mana bugungi yana bir kunlik ish faoliyatimiz mana shu bugun mana shu kanallar yopdik. Mana shu kanal deydi bizda tunikadan mana shunday holatlarda qildik. Har xil ventilyatsiya korobkalarni tayyorladik. Mana mayda, kichik, katta, kichik 15 ga 20, 30, 45, 55 uzunligi kichikligida 25 ga 50, 50 ga 75, masalan 22 ga 44, 45 ana shunaqada har xil yopiladi. Mana shunaqa ishlaymiz. Mana shunaqa ko'rib turganingizdek ishlab chiqarish jarayonimiz. Mana hozir mana kanalimiz, mana shu kanalimiz deyapmiz, tunikamiz hali bosilmagan. Mana bu yonimizda videoda olish katta hayolimdan ko'tarilibdi. Ko'sha qo'ygandan keyin bosamiz. Ko'sani pachaqlaydi, keyin o'sha ko'sha chiqib ketmaydigan bo'ladi. Shu darajada mustahkam qilinadi. O'sha boyagi mana shu yerda mana teshiklar bor. Ko'shani teshigi bor. Bilsangiz o'sha teshigidan boltga o'tib qisilib o'sha boya havolandırma ventilyatsiyalarga o'rnatiladi. Uylarda, etajlarda, baland uylarda mana shunaqa ventilyatsiya qo'yib boriladi. Xudo xohlasa keyingi videoda mana shu ko'rib turgan mashinangizni ko'rib turibsizmi? Mana shu turba chiqaryapti, ko'ryapsiz? Turba chiqaryapti tunikadan. Ana shuni albatta ishlab chiqarish jarayonini sizlar bilan e'tiborlaringizga havola qilaman. Keyingi videolarda albatta nasib bo'lsa tomosha qilasiz uni ham. Mana shu mana har xil turdagi kanallarimiz katta kichikligiga qarab, klientni xohishiga qarab, qisqasi klient xohishiga qarab ishlab chiqamiz. Undan tashqari mana shu hurmatli obunachilarimiz Turkiyada oylik ish haqidan gapiraman deydiganlar bo'lsa ham, Turkiyada hozirgi paytda oylik ish haqqi askar xo'ja 28 ming bo'lib turibdi. Shuni ham eslatib o'tib ketaman. Hozirgi paytda Turkiyada ish haqqi 28 ming askar xo'jasi. Xo'sh, mana shu mashina, mana shu tunikalarda qariyib bukib beradi mana shu mashina. Albatta buni ham bir kun ishlab chiqarilish jarayonini sizlar e'tiborlaringizga havola qilaman. Albatta bir vaqt topib. Mana shu Turkiyada ishimiz ertalabki soat 8 dan kechqurun 6:30 ga qadar, oldin qishga soat 6 ga qadar edi, hozir keyin 6:30 ga qadar qo'ydi. 6:30 ga qadar ishlaymiz. Kuni bilan mana shunaqa har xil turdagi shu tunikadan mana shu har xil turdagi narsalar ishlab chiqamiz. Mana ko'rib turibsizlar mashinani. Mana shu tunika bedan boradi. Mana ko'rib turibsizlar mashinadan o'tib, kesilib, kompyuter kesadi va razmerga bo'lib, o'tamondan bunday mana aylanib kelib, yuqoridan kelib, mana bu yerga chiqib keladi. Va razmerga moslanib har xil turdagi va kanal deymiz bizda turkchasida, o'sha kanallar tayyorlanadi. Albatta mana shu bir kunlik ish jarayonimiz mana shunaqalardan iborat. Hozirgi paytda
ishimiz shu Turkiyada, xo'sh, Turkiyada mana shunaqa ishlar bilan shug'ullanib ishlab nima qilamiz hurmatli obunachilar. Mana shu hayotimiz shu bilan iborat. Ertalabdan kechgacha mana shunda mana ko'rib turibsizlar, mana shu boyagi nimani bosib boradi. Kanalni bosib boradigan mashinasi. Mana kanallar bosib boradi o'sha. Ko'rib turganingizdek kanalda bosib boradigan mashina. Xo'p, hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Albatta bizni mana shu Rahmatulloh Sharif YouTube kanalimizda qo'llab-quvvatlab, o'z fikrlaringizni yozing. Bizga obuna bo'ling, layklarni bosing. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi efirda uchrashguncha omon bo'ling deb qolaman.